Assalomu alaykum va rahmatulloh. YouTube kanalimiz obunachilari, musofirdagi aka-ukalar ishlar bilan charchamayapsizlarmi? Ana bugun Farg'ona viloyati Oltiariq tumaniga olib kelib, uстановка qilib o'rnashtirib bo'ldik. Inshaalloh darvozalarimizni operatorimiz olib kelib yaqinroqdan bemalol ko'rsatavering. Darvozalarimiz 2 yillik list bo'ldi. Ikkinchi qavati 1 bo'ldi. Mana cho'tir joylari. Biz endi vodiy tilida aytganda toshli list deyiladi. Profillarimiz 6 ga 4 bo'ldi, 1.7 stenkada bo'ldi. 8 ga 8 bo'ldi. Stoykalarimiz 1.7 lik stenkada bo'ldi. Mana chekkalarni ko'rishlaring mumkin. Ko'p zazurlari yo'q. Inshaalloh uyaltirmaydigan ish bo'ladi. Nima deydi? Kraskalariga keladigan bo'lsa, kraskalari devo kraskasi ochildi, GK2 bo'ldi. 3 yildan 5 yilgacha kraskalariga inshaalloh garantiya beriladi. Razmerlarimizga keladigan bo'lsak, razmerlari eniga 3,5 metr, balandligiga 3,5 metr joyga tushadigan bo'ldi. Taglariga mana bunaqa Ironda shvillerdan qo'yib berildi. Endi bu juda qalin narsa o'zi. 1,5 sm keladi inshaalloh. Yaxshi bo'ldi. Tepasiga 8 ga 4 profil bo'ldi. Mahkamlash jarayonlari ham mana shunaqa 3 ta joydan ushatildi. Yaxshi bo'ldi, xudo xolasa. Inshaalloh kimga qanaqa darvozalar kerak bo'ladigan bo'lsa, bemalol aloqaga chiqaverasizlar. Xudo xolasa yaxshi bo'ladi. Birovni o'zim yoritib beraman qolganini. Mana shunaqa gaplar. Tepalariga 8 ga 4 qo'yildi. Juda zo'r. Zamohlarni ko'rishlaring mumkin. O'ta boshqacha neobishni high-tech zamohlardan qo'yib berildi. Shumkali darvoza bo'ldi. Taglariga betonga ushatildi. O'rtasidan ushatildi. Keyin tepalaridan ushatildi. Ko'rishlaring mumkin. Mana shunaqa holatda o'rtalaridan ushatildi. Keyin holatlardan ushatildi inshaalloh. Yaxshi bo'ldi. Taglariga ugonliklardan qo'yib, 3 ta joyda mahkamlab qo'yildi. Zatvorlari ruchnoy zatvor bo'ldi. Egalari shu o'zlari tanlashdi inshaalloh. Mana shunaqa holat. Bu fasonda arkasi tekis bo'ladi. Arkasi mana shunaqa silliq bo'ladi. O'ta bir neobishni, xudo xolasa uyaltirmaydigan ish bo'ldi. Bemalol ko'rishlaring mumkin. Ko'rishlaring mumkin, xudo xolasa yaxshi. Pastga nomerlarimizni yozib qoldiramiz. Inshaalloh aloqaga chiqarasiz, xudo xolasa. Xudo xolasa inshaalloh endi o'rnatib oldik. Tog'amlar o'zlari chetda. Tog'a bergan pullarga rozimisiz? Inshaalloh darvoza ma'qulmi? Ko'ngildagidek bo'ldimi? Xudo xolasa Alloh rozi bo'lsin sizlardan ham inshaalloh. Ko'p yillar xizmat qilsin. To'ylarga, yaxshi kunlarga ishlatilsin. Bu o'zbek xalqi endi inshaalloh to'y maqsadida nima qilinadi endi. Akamlar ham chetda ekan, mana xudo xolasa. Kimga qanaqa xizmatlar kerak bo'ladigan bo'lsa, aka-ukalar, musofirdagi aka-ukalar bemalol aloqaga chiqaverasizlar. Kecha kunduz xizmatlaringdamiz inshaalloh.